Bu paytlar yer sayyorasi o'z o'qi atrofida sokin aylanar edi. Dinozavrlar yashagan hayot barqaror bo'lgan. Bir zarba butun yer sayyorasini o'zgartirdi. Bu esa dinozavrlar yo'qolishiga sabab bo'ldi. Lekin savol bor. Navoiy viloyatida 2-3 shunday aylanalar bor. Koinotning izlaridir balki bu. Ilmiy bazalarda krater qayd etilmagan. Og'ir metallar yerda paydo bo'lmagan. Bu esa tekshiruv talab qiladi. Uchquduq yer tuhfasimi yoxud koinot zarbasi?